Aka shoshmay turing, shoshmay turing. Assalomu alaykum hammaga. Bizni China Motors ofisimiz oldiga ana akam kelib qopdilar hozir. Akamdan borib fikrlarim. Aka shoshmay turing, shoshmay turing. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka bitta taklif bor edi sizga. Bu Chevrolet mashinasini haydayotgansiz. Bizani X200 modelimizni bitta haydab ko'rasizmi? Mayli. Ketdi, yuring haydab ko'ramiz. Test drive qilib ko'ramiz. Keling, mana shu furgonimizni bitta haydab ko'ringchi. Avtomatik tushadi oynasi, ko'rdingizmi? Qanaqa tortishlari? Tortish yaxshi. Ajoyib. Bosib haydangchi. Juda yaxshi. Qanaqa? Yengilgina. Ancha yaxshi. Sizlar qanaqa borib kelishlari, orqa oldiga borib kelishlari normalmi? Keyingi oralig'i yaxshi, katta, ochiq. Mana bu rulga nisbatan mening mashinam ozroqgina nima, torroq-ku. Yaxshi-yu. Endi hammaning o'ziniki yaxshi, lekin bu ancha keng ekan. Motori nechi bo'ladi? Motor 2 litrli motor bo'ladi. 2 litr atmosferli motor. 147 ta ot kuchi bor. Грузоподъемниси 2,5 tonagacha bemalol ko'taradi aka. O'zbekchilikda 3 tonnagacha ortishyapti hozir. O'zimiz yaxshi sakraydi, ha. Uchadiku oldinga. Sizcha yana konditsionerlari ham bor. Ishlatib ko'ringchi, qanaqa ekan. Aslini bossangiz muzlatadi. Bittada muzlatib yuboradi. Mana yotishlari. Yotgan oxirigacha. O'zi yotgan hozir. Ha, ancha ekanda qulayligi. Keyin Meniki sal tikroq turadi-da. Ha, yotib olib foydasi bo'ladi buni. Shunaqa. Yotishga yaxshi. Mana bu Timboli. Menga juda ko'p nima. Mana bu yerdan Mana bu so'raydi-da. Nima edi? 3 kishilik Klientlar, ha. 2 kishi ketsa bo'ladimi deb. Pastga bosib ko'tarasiz. Mana 3 odam bemalol o'tirsa bo'ladi. 3 odamga joy bor ekan. 2 kishi bo'lsanglar, unda tushirib qo'yib, patta stakanliklarga kofelarni qo'yib, maza qilib ketsangiz bo'ladi. Shunaqa. Konditsionerni bitta bosib ko'ringchi, qanaqa ketar ekan. O'zgarish yo'q tortishida, ko'rasizmi? Konditsioner ishlagan joyida ham. O. Evet, umuman qiynalgani yo'q. Bizning motor 1.5 ta. Aha. Ozroq qiynaladi. Yana bitta fishkasi bor-da buni. Xo'p. Men oyna dvornigini ishlatib ko'ring, suv sepadiganini. Mana qarang, suvni sepishini. Dvornikni o'zidan chiqadi. Ha, dvornikni o'zidanmi bu? Ha, cho'tki tozalab qo'yadi mana shunaqa. Tinni qilib qo'yadi. Zo'ra? Как Mersi nimasimi, fishkasimi deyapsiz? Bu topdingiz. Bu modellarimizga hozir skidka ketyapti. Naqd pul 100% to'lov qilsangiz 16 million 800 ming so'm chegirmaga ega bo'lasiz aka. Tavsiya qilasizmi odamlarga? O'zimga ham, xudo xolasa, hozir ishlaylik. Nasib qilsa biz ham Bundan o'rasiz. Gap yo'q aka. Rahmat kattaga, sog' bo'ling. Ishlaga omad.